YouTube ahlisizlar bilan men chetirma obunachilar. Yaxshimisizlar, ahvolar qalay? Bemalol yuribsizlarmi? Bola biza better yo cheater emas. Da cheater edim. Boshqa kanalimdagi nick bilan almashtirib yuboribman deb o'ylabman. Boshqa kanalda nomimiz bor, o'tda jayzoman. Shuning uchun mayli. O'tgan qismda nima qilayotgan bo'lsak, xuddi shu ishni yana qilamiz. Oldi chegaragacha qurib chiqish kerak. Bola bu rostdan ham juda ham qiziq videolar bo'ladi. So'nggi bedrockdan turib tepagacha kimni qurbi yeta oladi qurishga. Uni hozir xonalarga bo'lib chiqish kerak. Ko'p narsa qilish kerak hali. Endi buni bundoq qilib birlashtirish kerak. Bundoq qilib hop shishaqqa tushadi. Bizlar endi pastga qarab qilamiz. Olinishlar anchadan video chiqmayotgani uchun men boshqa YouTube kanallar ochganman. O'tgan videolar qo'yish kerak. Stop. O'lcham katta o'rganmanmi? Ayyo, bitta ikkita blok olib ketgan ekan. Qurib chiqamiz. Oho, juda ham katta uy bo'lib ketadi. Menimcha halitdan bezatish kerak emas. Shuning uchun buni olib tashladim. 5 talikmidi? Oynasi 3 talik bo'lsa 1 2 3 4. Hop, obunachilar. 3 ta bo'lsa 4 ta bu 5 ta. 5 ta. 5 ta. Shuna qilib dakkansa tepagacha qilib chiqish kerak. Bu azob bo'ladi. Bugungi videoda biz shuni amalga oshiramiz. Вообще-то pastdagimizda 5 talik chiquvmidi, ko'rish kerak. 3 talik chiqqan ekan-ku bu xona. Nima 5 talik qildik? Surpayim. Sur degandek bo'ldimi? Uzr. Baribir ham qoidaga bo'ysunish kerak. 4 ta ezilib ketdim. Mana bo'ldi. Buni ham olib tashlaymiz. Dakkansa. 1 2 3 4 3 talik qilamiz. 1 2 3 4. Stop, lekin men buni olib tashlash kerak. Yaxshi. Bu taraf katta bo'lib ketibdi. Bu taraf ham katta bo'lib ketgan. Video menimcha juda ham uzun bo'ladi. Bu sefer hech qanday pauzalarga qo'ymayman. Qanday bo'lsa shundoq ko'ringlar. Bu yerda olib tashladi deb o'ylamanglar, chunki bu yerda sinna bo'ladi.
Ana ikkinchi xona tayyor. Endi shuni bir kamida yana 95 marta qilish kerak. To'p. Yaquchamiz qilamiz. Video 10 minut bo'ladi, uzoqi. Chunki men chidamayman. Bu let's play'imizda ko'proq bo'lishi kerak. Iloji boricha tez qilishga harakat qildim. Shuning uchun xatolar ketadi. Valla bizda o'sha umrbod qoladigan yerimizda uy qurdik. Kon ham topdik. Ja, kon deb bo'lmaydi. Chuqur bitdi. Telefon zaryad qilyaptimi? Da, olyapti. Tez olyapti lekin. Judayam tez. Hop, 3 tali bo'ldi. Normal ko'rinishi boshladi uy. 6 minut o'tib ketibdi. Dur. 3 tali ko'tarim. Ha, taslim ko'rmoqman. 2, 3, dur. 2, 3. Onachalar uzr, videoni to'xtatib turish kerak edi. Shunga majbur edim. Qo'li pashti yodlam oldi. Orada xato bo'lib turibdi lekin. Sakkiz minut bo'ldi уже. Maksimal nechta xona qilganimizni ko'ra olmaymiz hozir. Chunki vaqt juda tez o'tib ketadi. Yer og'ziga hali anchagina bor. Nu, yerdan ham normalniy uzilibmiz. Vallahi men вообще hozir ilhomlanib ketganman. Tasavvur qila olmaydiganlar darajada shunaqa zo'r kontent bo'ladi bu hali bu kanallarda. Вообще-то men bu oynani qo'ysam yaxshiroq chiqar menimcha. Bilmadim yana. Shu 10 minut ichida nechta oyna qo'ya olaman? Oyna debman. Xona qura olaman. Omad bo'lgan bo'lsa ko'ramiz. Pashti 10 minut bo'libdi. Shoshilsa yana bitta xona qura olaman. Da, tur. Day.
yeb qo'ydik bolalar, mayli xonamizda hisoblanmaydi. Ну, yarim hisoblansa. Вообще-то. Ko'ramiz hozir pastga saklaymiz. Уже нормально qurib qo'yibmiz. 1 qaranglar 1 2 3 4 5 6 6,5 uribmiz уже. Mayli, sizlar bilan cheater bo'ldi. Barchaga tomosha uchun aziz rahmat. Sizlar bilan cheater bo'ldi. Barchaga xayr.